Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan navigatsiya xizmatim Jahongirjonman. Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha uchayotgan reysimiz Zadержанный reys edi. O'zi aslida 18:20 da uchish kerak bo'lgan edi. Mana bu yerda polni ochildi. Mana misol uchun mana ko'rsatib turibdi. Zadержанный reys. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan keyin bugungi qismimiz 29, bundan keyin esa Sankt-Peterburg mana bu yerda esa xunuk holatlardan biri tekshiruv holatlari bo'lyapti. Bundan keyin yo'nalish bo'yicha ham Zadeshka bo'ldi reyslarimiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviatsiya xodimlari xizmatdamiz. Faqat telefon raqamlarimiz orqali bog'lanib, telefon raqamimiz orqali kelingizlar. Chiroyli qilib bunaqa tushgan taqdirlaringda ham istarab qildirmasdan yoki 1 so'm to'latmasdan ularga 10 ming, 15 ming bermasdan 2-3 ming bilan hal qilib chiqarib yuboramiz. Murojaat qilaverasizlar, like bosib, kengroq tarqatib qo'yasizlar.